Hammaga assalomu alaykum deb qolaman. Bizni kuzatuvchilarimiz, yangi obunachilarimiz hammaga salom. Demak, biz ancha uzilishlardan keyin yana darslarimizni davom ettiryapmiz. Buning sababini birozdan keyin bilib olasiz. Demak, bizda 5-dars. Dars maqsadi HTMLning eng asosiy va eng ko'p ishlatilinadigan teglarini o'rganish. Sarlavha, paragraf, qator uzish, chiziq teglari. Oldingi darsdan eslatma. 4-darsda biz Linux terminalining asosiy buyruqlarini va Termuxda erkin harakat qilishni o'rgandik. Hamda birinchi HTML faylimizni yaratdik va brauzerda ochdik. Bugun esa o'sha faylimizga yangi teglar qo'shamiz va ularni sinab ko'ramiz. Nazariy qism. Birinchi, sarlavha teglari. H1 dan H6 gacha. HTMLda 6 ta sarlavha darajasi mavjud. H1 eng katta va eng muhim sarlavha. H6 eng kichik sarlavha. H1 asosiy sarlavha bitta sahifada faqat bitta bo'lishi kerak. H2 bo'lim sarlavhasi, H3 kichik bo'lim sarlavhasi, H4 undan ham kichik, H5 juda ham kichik, H6 eng kichik sarlavha. Kod misoli. Yozilishi xuddi shunday bo'ladi. Muhim qoida: sarlavhalar faqat ko'rinish uchun emas, SEO Google qidiruvi uchun ham juda muhim. Google H1 tegini birinchi o'qiydi. 2. Paragraf tegi P. Matn yozish uchun eng ko'p ishlatiladigan teg. Ko'rib turganlaringdek misol, yozilish misoli. Eslatma: ko'p bo'sh joy qo'ysangiz ham brauzer ularni bitta tab bo'sh joy sifatida ko'rsatadi. Ya'ni buni amalda sinab ko'ramiz hali. 3. Qator uzish tegi BR. Yangi qatorga o'tish uchun bu teg yopilmaydi. Ya'ni teglar ikki xil bo'ladi. Birinchi, ochiluvchi hamda yopiluvchi teglar, ikkinchi ochiluvchi, yopilmovchi teglar, ya'ni juft va toq teglari bo'ladi. Juft teglar ochiladi ham yopiladi. Misol H1 hamda P teglarini misol olsak, P tegi ham ochiluvchi tegi bor, yopiluvchi, ya'ni slash bilan P. Slash P bu yopiluvchi qismi, juft teglar hisoblanadi. BR bo'lsa, BR bu toq teg hisoblanib, buning yopiluvchi jufti yo'q. Misol keltirilgan bu teglar ichida ma'lum bir teg ichida yo tegdan tashqarida joylashgan bo'lishi mumkin. Bu misolimizda teg ichida keltirilgan, ya'ni P tegining ichida. P tegi birinchi qator BR tegi kelgan, ikkinchi qator, so'ngra BR, ya'ni uchinchi qator P tegi yopilyapti. Ya'ni bu P tegining ichida 2 dona BR bor. Bu degani 3 ta qator bo'lyapti. Farqi: P tegi yangi paragraf, katta bo'sh joy. BR tegi faqat yangi qator, kichik bo'sh joy. 4. Gorizontal chiziq HR. Sahifada ajratuvchi chiziq chizish uchun. Ya'ni siz sarlavhada chiziq chizmoqchisiz. Buni qanday qilasiz? Mana shu teg yordamga keladi. HR. Misol keltirilgan H1 birinchi bo'lim P. Bu birinchi bo'lim matni HR qilingan, ya'ni bu BR ga o'xshab jufti yo'q teg hisoblanadi, ya'ni toq teg hisoblanadi. Yopiluvchi tegi yo'q. HR bu teg ichida emas, teg tashqarisida keladi. H2 ikkinchi bo'lim, P bu ikkinchi bo'lim matni. Buni hali amalda sinab ko'ramiz. Bu teg ham yopilmaydi. Aytib o'tdik. Amaliy mashqlar. Demak, eng qiziq joyi mana shu yerda. Termuxda quyidagi kodni yozing. Xo'p, SM mening saytim SD Nano Index. Mana shu sayt, bitta saytning kodi. Demak, sizlar bilan
boshidan Termuxga kirib olamiz. Mana agar mana ko'rib turganlaringdek men Termuxni o'zimga moslab chiroyli qilib olganman. Bu ham chiroyli hamda aqlli. Hozir video davomida qanday aqlli ekanligini ko'rib borasizlar. Agar siz ham Termuxni mana shunday chiroyli hamda aqlli qilmoqchi bo'lsangiz, YouTube kanalimda silka qoldiraman. YouTube kanalimda mana shu haqida video joylangan. Telegram kanalimda to'liq qo'llanma berilgan. Mana shu orqali siz Termuxni ham aqlli hamda chiroyli qilishingiz mumkin. Demak, biz mayli. Sizlar uchun ekranni ikkiga bo'lib olaman. Sizlar uchun. Xo'p. Demak, bu yerda aytilgan CD mening saytim Nano Index. CD mening saytim mana aqlliligini ko'ryapsizlarmi? Men yozyapman, hali oxirga yetkazganim yo'q, u menga aytayapti. Mana shu deb menga misol tariqasida aytayapti, menga ko'rsatyapti bir tugma bilan papka ichidaman. LS tekshirib olamiz. Index, Nano Index bilan ichiga kirib olamiz. Nano Index yordam beryapti. Biz avvalgi darslarimizda qilgan saytimiz tayyor. Buni brauzerda ham ochib ko'rgan edik. Endi ba'zi birlar mening o'zimning shaxsiy fikrim, Nano muharriri bilan qiynalgan bo'lishlaring mumkin. Darslarimiz hali Termux bilan rivojlanmagan, hali Nano muhiti bilan ko'p ishlamadik, lekin ba'zi foydalanuvchilar darsdan tashqari ham Termuxni o'rganib chiqqan bo'lishlari mumkin. Nano muharrirning bitta qulay tarafi bu tez ochiladi hamda ko'p ma'lumotlarni ham tez saqlaydi. Chem boshqa muhitlarga qaraganda. Endi buni biz faqat tepaga pastga qilganimizda mana ko'rib turibsizlar, qimillayapti yondagi chap tarafdagi. Buni bunda qimillatamiz. Tepaga pastga qilish mumkin tugmalar orqali. Lekin bosganda qaysi matnni o'zgartirmoqchi bo'lsangiz ishlamaydi bular. Chunki nano muhitida bunday imkoniyat yo'q. Sizlarga eng oson, eng qulay qanday desam bo'ladi? Kompyuterda ishlaganda Ctrl S, Ctrl V, Ctrl A, ya'ni klaviatura bilan ishlash, ekranga bosish, hammasini ishlata olasizlar. Shunday muhit bor. Bunda nano muhitida hozir ishlatib bo'lmaydi. Ctrl A ishlamaydi. Ya'ni hammasini belgilash. Ctrl V ishlamaydi. Bular ishlashi uchun nanoni sozlash kerak, lekin sozlash ko'p vaqt ketadi. Biz hozir Ctrl O, Enter, Ctrl X chiqish ham shunday 3 xil 4 xil narsa qilasiz. Demak, biz mana shunday qulay kod yozish muharririni o'rnatib olamiz. Demak, pkg hop install micro pkg install micro muhiti. Bu ham xuddi nano kabi bo'ladi, faqat bunda Ctrl V, Ctrl S, Ctrl A ekranga bosganingizda qayerga bossangiz o'sha yerga o'tadi. Buni o'rnatib olamiz. Demak, mana mikro muhitini o'rnatib oldik. Demak, biz xuddi nanoni qanday yozgan bo'lsak, mana shunday nano o'rniga mikro yozamiz. Mikro index
.html. Mana biz mikro muhitga kirib oldik. Mikro muhiti mana shunday. Yani nano muhitdan farq qiladi. Raqamlar o'zi chiqib turibdi, bu yerda ko'rsatib turibdi. Men yuqorida ta'kidlab o'tgan tepaga pastga qilsa nano muhitda oq narsachani o'zi yurardi. Lekin bu yerda ekran ishlaydi. Ekranga bossalaring ekran ishlaydi. Ya'ni xohlagan joylaringga bossalaring ishlaydi. Ya'ni mikro muhitda yana bir plus tomoni bor, nano muhitda yo'q narsa. Mana Ctrl S saqlaydi, save pastga chiqdi, Ctrl Q chiqadi. Ya'ni muhitdan chiqadi. Nano muhit bilan mikro muhitni tushuntirib beraman, qaranglar. Nano index. Biron narsa yozganda, misol mana shu P dan keyin men biron yana P yozmoqchiman. Mana ko'rib turibsizlar, P ikkita P tegi bor. Undan keyin men yana biron narsa yozmoqchi bo'lsam, bu birinchi qatordan o'tadi. Nano muhitda birinchi qatorga обязательно tashlaydi. Tab yo'q. Biz обязательно tab qo'ysak mana P dan o'tib ketyapti. 1 2 3 4 ta tab qo'yib, keyin P tegini ochyapmiz mana. Ko'rib turganlaringiz. Mana 4 ta tab o'zimiz qo'lda qo'yib, keyin yozyapmiz. Misol mana mening saytim. Mana yozyapmiz. Enter deb bossak yana birinchi qatorga o'tadi. Ko'ryapsizlarmi? Yana birinchi qatorga tashlaydi bizni. Bu avtomatlashtirilmagan. Mana tepaga pastga qilsa, ekranga bo'lsa, ekranli joyi ishlamaydi. Lekin kopiya qilish ishlaydi. Misol bo'lsa yeb turganlaringda mana bu narsa chiqadi mana. Xohlagan joylaringni kopiya qilsalaring, tashqi muhitga ham kopiya qilib tashay olasizlar. Bu ishlaydi. Lekin saqlanib qilishlaringda Ctrl O, Enter, Ctrl X yo bo'lmasam Ctrl X misol o'zgartirish kiritamiz. Ctrl O, Enter, Ctrl X emas, Ctrl X, Y, X, Enter. Bu ham saqlanib qiladi. Endi mikro muhitda qaranglar. Mikro muhitda ekran ishlaydi. P dan keyin bitta tashalganda birinchi qatorga tashamayapti. Avtomatik o'zi tab tashab, o'sha P ni qatoridan tashayapti. E'tibor beryapsizlarmi? Misol boduni enter bossam, boduni tagidan tashayapti. Birinchi qatorga tashamayapti. Boduni tagidan tashayapti. Ya'ni bunda tab avtomatlashtirilgan. O'zi avtomatlashtirilgan kodni taniydi. HTML kodi biladimi? CSS, JavaScript, Python, C++, C# hamma tillarni tushunadi. Mikro muhit hamma tillarni tushunadi. Minus tarafi shuki, nano muhit tez ochadi. Minglab qatorli kodlarni tez ochadi. Bitta faylda minglab qatorli kodlaringiz bor. Nano muhit bilan ochsangiz yoki minglab qatorli kodni biror faylga saqlanib qilmoqchi bo'lsangiz, nano muhitda ochsangiz tez saqlanib bo'ladi. Lekin mikro muhit bu kichik hajmli bo'lganligi uchun ko'p minglab qatorli fayllarni zagruzka qilib ochadi. Ya'ni tez ochmaydi, zagruzka qiladi. Ba'zi bir payt ochmasligini ham ko'rganman. Bilmadim, qatorni sanamagan ekanman, lekin ko'p qatorli kodlarni ko'pincha ochmaydi. Biz minglab qator yozmaymiz, shu o'zimizga mos yozamiz. Bunda mikro muhitdan foydalanishimiz mumkin. Nano muhit minglab qatorli kodlarni ochadi, tez qidiruv jarayonlari bor. Bu haqda internetdan yozib qidirishlaringiz mumkin. Men havola qoldiraman, silka qoldiraman. Nano muhitning imkoniyatlari haqida. Bu haqda ham video darslik chiqarishim mumkin. Kommentga yozinglar. Nano muhit qiziqmi, mikro muhitmi? Biz hozirchalik mikro muhitda ishlaymiz, chunki mikro muhitda yozish tez.